Qaranglar, Facebook'dan can başlanıp ketdi, özara tillashyap. Qaranglar. Qani kim o? Tünün başqa birisini tillayotgan, bugun tillaydigan yana birisini tepdi. Nem bo'lib ketib bordi ekan tang, qig'il ish topolmaganda ko'ndil bir-birisi bilan tillashib o'tyapti bular. Nim bo'lib ketibdi, bu qildigan ishni qilmaydi, qilmaydigan ishni qiladi, dushmanni xo'sh qiladi bo'lishi. Assalomu alaykum jamoat, qanday ahvolinglar? Va alaykum assalom. Sizlar o'zingiz obdan tudingizmi? Allohga shukr, rahmat. O'ltirib ketibsizlar? Bugun dam olish kuni o'g'ashmida jam bo'lib bir paranglashib o'ttirdik, kelasizmi? Rahmat. Bugun uy ko'chmoqchidim, shunga bir uy saramjonlarimni yig'ishtirib olay. Unda xabar qilingizmi? Rahmat. Alloh razı olsun. Xabar qilaman inshaalloh. Xabar qilasizmi? Assalomu alaykum, qarindoshlar, qanday ahvolinglar, yaxshimi? Vallahi Ömer gaqibdi baramdiq ya. Aka bo'ldi, aka boshqalar bog'a, qo'shnilar bor ishida. Biz bormaydi bo'ldi. Bo'ldi o'z Birdan aram yo'landik ya, nima yerga. Bir öykük var çıkay. Kırındaşlarım, inildaşlarım, mengü mengülük vatandaşlarım, mengü mengülük vatandaşlarım. Ey kırındaşlar, sizler dostlarım. Sizler verdinler bir hak dostlukni, dostluğunlar dim taptım hoşlukni, taptım hoşlukni, dostluğunlar dim taptım hoşlukni, dostluğunlar dim taptım hoşlukni. Yaşaylı inap, bulmaylı cirap, dostluk tünüde bulaylı cirap. Assalomu alaykum, öykücü etib kelsizlar. Biz balalar yerdan qig'ili keldik. Maşallah, maşallah balalarım. Nima dadalarimizga xabar qilmadinglar? Balalarım. Aram bir demilish kelgan chaqda dadlaringlar aram yo'sin. Sizlardek umaq balalar bo'lgan kim billa to'shitamiz. Ma'qul bo'ladi. Rahmat, Allah razı olsun. Bugün bek yardımlaşlar. Bek memnun oldum. Qarindosh mehrini yetkizdilar. Aslında bu bizden qilishga ish emas bu. Rahmat, Allah razı olsun. Ma'qulmiz. Bu qarindishimizdan Allah razı olsun. Hey, kichikkina ishlarda bir yerga kelolmasak, mushu musibatli kunlarimizni yo'q qilish yo'lida bir yerga kela olamizmi? Alloh bizni isloh qilib bersin. Xayrli tushumni amalga oshirib bersin. Xayrli avlodlarimizni ko'paytirib bersin. Amin.